bemor telefon qilyapti. Namuna ba, o'ziga tushdim, 4 haftalik homilador ekanman deydilar. Bemorim 6 yillik bepushtlik bilan kelganlar. Tayyor analizlar bilan kelganlar. Xo'p, ko'rganimizda rentgenda bir tomonlama gidrosalpingiz aniqlandi. Keyin bularni ultratovush tekshiruvga bordim. Borganimdan keyin 2 tomonlama tuxumdonlarda kistalar aniqlandi. Baribir operatsiyaga borsangiz kerak baribir dedim, lekin boshida davo muolajalari qilamiz dedim. 2 oy davomida bu polni davo muolajalari, kistalar so'rdirishga, vitaminlar, yallanishga qarshi hamma davo muolajalari qildik. Qilganimizdan keyin 2 oy davomida nazoratda turdilar. Keyin baribir sizda birinchidan 6 yillik bepushtlik bo'lganligi va bachadonlarda gidrosalpingiz borligi uchun baribir operatsiyaga borsangiz kerak dedim. Operatsiyani rejalashtirgan oyimizda bemor telefon qilyapti. Namuna ba, o'ziga tushdim, 4 haftalik homilador ekanman deydilar. Keyin kelib, siz operatsiyada o'tdingiz, lekin homilador bo'ldim deydilar. Keyin shunga kuldim keyin. Siz bizni volshebniy kreslomizga chiqqansiz deb hazillashdim. Xulosa qilib aytganda, biz operatsiya deb tursak ham, shuncha yil homilador bo'lmasalar ham Alloh beraman desa hech narsa emas. Sababchi bizni qilib qo'yganiga Allohga shukr.